Hammaga assalomu alaykum, aziz onajonlar. Men Solijonova Salbonu, vrach pediatr neonatologman. Bugun juda sizlar uchun balkim kichkina ko'ringan mavzu bo'lishi mumkin, lekin juda muhim mavzu hisoblanadi. Chunki bu bola parvarishi uchun kerakli vosita hisoblanadi. Ya'ni bolalar shampuni haqida gaplashamiz. Bolalar shampunida masalan ko'rishinglar mumkin, детский shampun yokida shampun for baby deb yozilishi mumkin, lekin hamma yozilgan shampunlar именно bolalar uchun mo'ljallangan bo'lmaydi, chunki tarkibi bolalar uchun zararli bo'lishi ham mumkin. Kelinglar, bularni bittadan ko'rib chiqamiz. Bolalar shampunlarida aksariyat holatlarda sels yoki sles moddalari, ya'ni bu sodium laurel sulfat bo'lishi mumkin. Asosan reklamalarda ko'rsanglar, ko'pikli bo'ladi. Yumshoq ko'pikka ega bo'lganlarning tarkibida soda bo'ladi, ya'ni u yuvish xususiyatiga ega bo'lganligi sababli ular mana shunaqa ko'piksimon bo'ladi. Bu moddalar bolalarning terini quritib yuboradi, himoya qatlamini buzadi, hattoki allergik reaksiyalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bolalar shampunida bunday moddalar bo'lmasligi kerak. Yana bir zararli moddalardan biri bu parabenlar hisoblanadi. Ularning asosiy vazifasi yaroqlilik muddatini uzaytirish xususiyatiga ega. Ya'ni agar детский shampunlarda parabenlar bo'ladigan bo'lsa, bu ham bolalarda allergik reaksiyalarni chaqirishi mumkin. Ya'ni shampunni uzoq muddat saqlash uchun u qo'shiladigan bo'lsa, lekin farzandingiz terisiga zararli ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi bir shampunlarga sun'iy atir, ya'ni fragranslar qo'shilgan bo'ladi. Uning asosiy vazifasi xushbo'y hid keltirishi bo'lib, bundan tashqari bolalarda ko'zini achishtirishi, burnini achishtirish xususiyatiga ega. Bu ham bolalarda allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Xo'sh, qanday qilib biz shampunlarni tanlashimiz kerak? Juda ko'p va doimiy keladigan savollar va albatta siz onajonlarni bu narsa o'ylantiradi. Biza birinchi shampunlarni tanlayotgan paytimizda asosan uni tarkibiga e'tibor qaratishimiz kerak. Lekin ko'p hollarda biza umuman olayotgan narsamizni tarkibiga ham qaramaymiz, yaroqlilik muddatiga ham qaramaymiz. Yoqsa, chiroyli bo'lsa, biza sirazu o'sha narsani olib ketishimiz mumkin. Lekin biza onajonlar birinchi bo'lib har bitta shampun yokida детский narsa tanlayotgan paytimizda uning asosan tarkibiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni tarkibida sulfatlar, parabenlar bo'lishi kerak emas. Bunday moddalarning o'rniga laurel glykozid yoki koko glykozidlardan tashkil topgan bo'lishi kerak. Ya'ni bu moddalar yumshoq yuvuvchi modda hisoblanadi. Ikkinchidan, uning tarkibidagi pH ga, ya'ni kislotnosiga e'tibor qaratishimiz kerak, chunki shampunlardagi kislotnos 5,5 bo'lishi kerak. Chunki agar kislotnos ko'p bo'ladigan bo'lsa ham, u terini quritib yuborish xususiyatiga ega bo'ladi. Uchinchidan, albatta bolangizni yoshiga mos keladigan shampunlarni tanlashingiz kerak. 0+ dan boshlab bemalol ishlata olasiz. Ya'ni shu narsaga e'tibor qarating. Chunki qancha uzoq muddat siz bolalar uchun immuniy mo'ljallangan mahsulotlardan foydalanadigan bo'lsangiz, shunchalik siz farzandingiz sog'lig'ini asraysiz. Nega? Chunki allergik reaksiyalar natijasida boshqa kasalliklar ham yuzaga kelishi mumkin. Biz farzandimizni cho'miltirayotgan paytimizda albatta issiq kunlarda chaqaloqlarni har kun cho'miltirishingiz mumkin, lekin har kun shampunlardan foydalanishingiz shart emas. Yosh katta farzandlaringizga bemalol haftasida 2-3 marta boshini yuvishingiz mumkin. Ya'ni shampunlardan foydalanishingiz mumkin. Ko'p onalar o'ylaydiki, brendovый qimmat shampunlar juda ham yaxshi bo'ladi deb, lekin shampunlarni tushishi ham bu individualni bo'ladi. Ba'zi shunday brendlar borki, narxi hamyonbop bo'ladi, lekin tarkibi juda ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni bolalarga, chaqaloqlarga tushadigan tarkibga ega bo'ladi va bunday shampunlardan foydalansangiz, albatta bolangizda hech qanday allergik holatlar yoki hech qanday toshmalar yuzaga kelmaydi. Xulosa qilib aytganda, aziz onajonlar, shampun bu faqatgina yuvuvchi vosita emas. Siz uходовый kosmetikalarni tanlaganingizda, ya'ni bunaqa uходовый narsalarni tanlaganingizda, siz albatta bolangizga tushadiganini tanlashingiz kerak, chunki bunday mahsulotlar farzandingizning immunitetiga, kayfiyatiga va albatta sog'lig'iga ta'sir qiladi. Shuning uchun farzandingizga bunday mahsulotlarni olayotgan paytingizda 1 daqiqa bo'lsa ham vaqtingizni ajratib, uni etiketkasidagi sostaviga e'tiboringizni qaratishingizni xohlardim. Chunki bu sizning farzandingiz
farzandingiz uchun kichik, lekin asosiy qadamingiz hisoblanadi. Men sizlarga Mio Baby mahsulotini tavsiya qilishim mumkin, chunki men o'zim ham farzandimga bu mahsulotni olib, test qilib ishlatib ko'rdim va farzandimni boshini qazg'oq bo'lmasligi, quritib yubormasligi, har xil allergik reaksiyalar bermasligiga ishonch hosil qilganimdan keyin sizlarga shu mahsulotni tavsiya beryapman. Chunki buning tarkibida sulfatlar yo'q, kokomidopropil, betain, glitserin, pantenol va boshqa moddalardan iborat, lekin tarkibida ximik moddalar yo'qligi bilan menga juda ham yoqdi va farzandimda hech qanday allergik reaksiyalar bermadi. Pastda opisaniyada raqamlar qoldiraman. Bemalol shu raqamlarga telefon qilib buyurtma berishingiz mumkin. Chunki men o'zimning farzandimda bu mahsulotlardan foydalanib hech qanday zararli effektlar borligini ko'rmadim. Shuning uchun men o'z farzandimga Mio Baby mahsulotini tanladim. Sizlar ham foydalanib ko'ring va o'zingiz bunga amin bo'lasiz.